Agar siz arxitektor, dizayner yoki biznes egasi bo'lsangiz, hozirgi kunlarda muvaffaqiyatli shartnomalar mijozlar bilan qilishdagi asosiy 10 ta qadamni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu shartnomalarda siz mijoz bilan o'rtangizdagi murosalarni oldini olishda, vaqtlarni to'g'ri boshqarishda va keraksiz xarajatlarni oldini olishda ancha muvaffaqiyatli qadamlarni bosib o'tasiz. Men Sherzod Mustafayev, 23 yillik tajribaga ega arxitektor, dizayner va quruvchiman. Art Deco dizayn kompaniyasining asoschisi va rahbariman va undan tashqari 6 ta yirik loyihalar muallifiman. Hozirgi kungacha 300 ga yaqin arxitektor, dizayner shogirdlarimizni o'z kompaniyalarini tashkil qilish uchun yordam berdik va undan tashqari 6000 ga yaqin loyihalarni muvaffaqiyatli egalariga topshirdik. Mijoz bilan muvaffaqiyatli shartnoma qilishdagi 10 ta qadamni ko'rishni boshlaymiz. Birinchi o'rinda mijozga tushuntiradigan narsalarimizdan biri bu arxitekturada 5 ta eng asosiy qadamlarni sanab o'tishimiz kerak. Bu birinchisi bizda bu funksiya. Ikkinchisi bu konstruksiya, uchinchisi bu dizayn, to'rtinchisi bu ekonomika va beshinchisi bu ekologiya. Nimada bular ketma-ketligi kerakligini ko'rib chiqamiz. Funksiya deganda mijozning talabiga mos qanaqa xonalar kerakligi, necha qavat kerakligi, mana shu funksionalni kerakli xonalarni belgilashimizga kerak bo'ladi. Ikkinchisi konstruksiya. Konstruksiyamizda kolonnalar qanaqa bo'lishi, pilonga aylanishi, kolonna bo'lishi, dumaloq kolonnalar bo'lishi, stiliga mos qilib mana shu konstruktiv qismlarni ko'rib chiqishi. Monolitdan bo'ladimi, masalan, plita bo'ladimi, shu bo'yicha. Uchinchisi bu bizda dizayn, ya'ni qaysi stilda bo'ladi, qanaqa ranglarni mijoz xohlaydi. Mana shu funksionaldan keyin konstruksiya, undan keyin dizayn va ekonomik jihatidan 4-qadamlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, iqtisodini, mijozni bila turib, o'shanga qarab biz katta kichikligi, qimmat material ishlatishimizni ham mana shu joylarda unga maslahat bilan o'sha effektlarni chiqarsa bo'ladigan takliflarimizni bersak bo'ladi. Va beshinchisi bu bizda ekologiya. Bu ekologiya deganimizda quyoshni kirishi, derazalarimiz havo aylanadigan darajada skvoznak bo'lishi, quyoshni kirishi, shamollarni aylanishi, mana shu jihatlardan landshaftlarni bo'lishi, mana shu arxitektorlarimizning mijozga beradigan takliflarining eng asosiy qismlaridan biri ham mana shu 5-qadamlari. Ya'ni sanab o'tamiz, arxitekturada 5 ta qadamlarimiz bu funksiya, konstruksiya, dizayn, ekonomika va ekologiya. Endi birma-bir ichiga kiramiz. Birinchi qadam nimalardan iborat? Ya'ni mijoz kelgandan keyin mijozni oldiga qo'yadigan alohida bir qog'ozimiz bor, ya'ni shartnoma qog'ozi. Xo'p, uning ichida mijozning ism, familiyasi birinchi o'rinda turishi kerak. Xo'p, undan tashqari mijozning telefon raqamlari. Ya'ni registratsiya qilayotgan jarayonimizda mijozning telefon raqamini nima uchun olamiz? Xo'p, ba'zi holatlarda mijoz bu narsani yoqtirmaydi. Biz aytamizki, mana shu bugungi bo'lgan suhbatdan sizga beradigan g'oyalarimizni sizning telegramingizga alohida jo'nataman, o'sha uchun telefon raqamingizni qoldiring deb telefon raqamimizni mana bu yerda qoldirishimiz kerak bo'ladi. Va undan tashqari yana agar ikkinchi raqamingiz bo'lsa, ikkinchi raqamingizdan bersangiz ham bo'ladi degan ma'noda ikkinchi raqamni o'sha paytning o'zida so'rab olsangiz yaxshiroq. Undan keyin manzil, obyekt qayerda joylashganligi, u bizga nima uchun kerakligi. Ba'zi mijozlarimiz yoqtirmaydi. Sizga nima qizig'i bor obyektim qayerdaligi, ya'ni rayoniga qarab ertaga siz narxingizni oshirasizmi, pasaytirasizmi degan xulosada ba'zi mijozlarimiz pretenziya qilgan joylarimiz ham bo'lgan. Mana shu hayotiy tajribalarimizdan kelib chiqqan holatimizda. Xo'p, bizda lokatsiya nima uchun kerak? Zona, yer qimirlash zonasini bilishimiz uchun, suv sathini baland-pastligini bilishimiz uchun biz mijozga oldindan aytishimiz kerak. Lokatsiya bizga nima uchun kerak? Mana shu suv sathini balandligi yoki o'sha zilzila bardoshligi yoki necha qavatlik binolarning davlat tomonidan ruxsat bergan qismiga qarab shuni analiz qilishimiz uchun shu joylar lokatsiyalar kerakligini aytib ketishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizda keyingisi bu lokatsiya, manzil, mana shu joylarda biz e'tiborli bo'lishimiz kerak bo'ladigan joylardan biri. Xo'p, keyingisi umumiy maydon. Kelaylik shuni uchastka deb baholaydigan bo'lsak, xo'p, umumiy maydoni, yerning maydoni bor va qurilish tushadigan maydon bor. Mana shu joylarda biz mijoz bilan gaplashganimizda necha foizga qurilish tushishi kerak, necha kvadrat bo'lishi kerak joylarni biz ertaga hujjatlarimizni o'zgarishiga sababchi bo'ladigan narsa ham binoning balandligi va metr kvadratlarining oshishi. Xo'p, bundan tashqari oila a'zolarini sanab chiqamiz. Ya'ni u oilada kimlar turadi? Ya'ni o'sha uchastkada, quradigan uchastkasida necha kishi turadi? Ota-onasi turadimi, aka-ukasiz turadimi, masalan, farzandlarimi? Xo'p, shunga o'xshagan nechta oilaga va nechta farzandlarga mos qilib, xo'p, uyni loyihalashtirishdagi narsalarni sanab o'tamiz. Xo'p, bundan tashqari nechta farzandlari bor? O'g'il, qizlar masalan, ularga alohida qanaqa xonalar kerakligi haqida. Bir oy mobaynida uyiga tashrif buyuruvchi mehmonlar haqida gaplashamiz va qoladigan mehmonlar
va mehmon bo'lib keladigan mehmonlar bo'yicha sanab o'tamiz. Ular uchun ham alohida gostivoy mehmonlari uchun alohida yotoqxonalar qilishimizni ham inobatga olishimiz kerak bo'ladigan joylari shu joylarda bo'ladi. Mana shu eng asosiy mijoz bilan sizni savol javob qiladigan joyingiz ha yo'q yoki kerakli joylarda u ham gapiradigan qismlarini etish uchun sizga mana shu anketani to'ldirishdagi qadamlarni mijoz bilan gaplashishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi etapdagi qadamimiz, ya'ni ikkinchi qadam mijoz bilan gaplashayotgan jarayonimizda necha qavat bo'lishi. Binomizning ko'cha tomonda, o'rtada, etak tomonda, G shaklida, P shaklida har xil holatdagi shakllardan unga taklif berishimiz. U nimadan kelib chiqadi? Ikki qo'shnidan, orqadagi qo'shnidan kelib chiqqan holatda. Agar qo'shnilar hammasi etak tomonda qurgan bo'lsa, siz ham etak tomonda qurishingiz afzalroq bo'ladi. Agar ko'cha tomonda qurgan bo'lsa, siz ham ko'cha tomonda qurasiz. Mana shu Google'dan biz o'sha yeringizni lokatsiyasini ko'rganimizda ikki qo'shningizni ham o'rganishimiz mana shu joylarda kerak bo'ladi. Va mana shundan keyin suhbat yanada avj bo'ladi. Mijozni sizga bo'lgan qiziqishi, zakaz buyurtma berishidagi qadamlari, mana shu sizni mutaxassisligingiz, mana shu joyda unga kuchli taklif beradigan holatingiz qaysi tomonda qurilish kerakligini aytishingizda bo'ladi. Xo'p, keyingi qadamimiz, ya'ni 3-qadamimiz bu bizda qavatlardagi talablar etiladigan xonalar. Ya'ni qaysi xonalar qaysi etajda bo'lishi, podvalda qaysi xonalar bo'lishi, birinchi qavatda qaysi xonalar bo'lishi, ikkinchi qavatda qaysi xonalar bo'lishi va mansarda bo'ladimi yoki shunga o'xshagan qo'shimcha xonalar bo'ladimi, shularda nimalarni qayerlarda joylashtirishimizni bilishimiz kerak bo'ladi. Ba'zilarni o'qib chiqamiz. Masalan, birinchi qavatda tambur, ya'ni prixoshka. Xo'p, hol, oshxona, zal, kattalar yotoqxonasi, uni ichida sanuzil, garderobi kerakmi, yo'qmi, shular bo'yicha. Bolalar xonasi, mehmonxona, yotoqxona, namozxona, omborxona, shunga o'xshagan xonalarni masalan joylashtirishni mijozlarimizga biz nima qilamiz? Maslahat beramiz va ular uchun alohida shunaqa grafikimiz bor. Zal desak, nechta kerak zal? Ikkita zal. Bittasi ayollarga, bittasi erkaklarga. Ikkinchi zalimiz kichikroq bo'ladi. Xo'p, uni ichida nimalardan foydalanishimiz mumkin? Kamin qo'yishimiz mumkin masalan. Xon taxta qilishimiz mumkin, milliy qilishimiz mumkin masalan ikkinchi zalni masalan. Xo'p, va necha kvadratdan necha kvadratgacha bo'ladigan joyda mana shu yerda ularga to'ldiradigan qismida iloji bo'lsa o'zlariga to'ldirganlari yaxshi. 4 ga 5 masalan bitta zalimiz, ikkinchisi 8 ga 4 bo'lishi mumkin. Shunga o'xshab kvadratlarni ham yonga yozsangiz, necha kvadratlik obyekt proyekt bo'lishini ham ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi shunda. Xo'p, ikkinchi qavatda qanaqa xonalar bor? Masalan, zina bilan tepaga chiqqanimizda bizni har doim hol kutib oladi. Holning ichidan biz kattalar xonasiga, yotoqxonasiga, ya'ni uning ichida ham sanuzillar, garderoblar bo'lishi, undan tashqari kabinet bo'lishi mumkin masalan, undan tashqari mini bar bo'lishi mumkin mana shu yotoqxonada masalan, родительский spalnyada. Xo'p, master bedroom deymiz ularni. Xo'p, bolalar xonasi, o'g'il bolalar, qiz bolalar, masalan, ba'zilar bor, har bir farzandiga alohida yotoqxona qiladi. Ya'ni farzandlari katta bo'lgan, dars qilish kerak, ilm olish kerak, bir-biriga xalaqit qilmasligi uchun, xo'p, 4 ta yotoqxona alohida har bitta farzandi uchun ham qiladigan holatlar ham bo'ladi. Va kelajakda ham ertaga nevarasi bo'lsa, ular uchun ham mana shu loyihalarni ham oldinroq 10 yil, 20 yildan keyin, 30 yildan keyin mana shu xonalarda, mana shu uylarda kimlar turishini ham oldindan reja qilib chizilsa yaxshiroq bo'ladi. Balkon kerakmi, yo'qmi, shuni ham inobatga olishimiz kerak masalan. Dars qilish xonasi, bu bilan bibliotekani birgalikda, namozxonani ham birgalikda qo'shib joylashtirsa bo'ladi masalan. Sanuzillar opshi bor, masalan, spalyaning ichida bor. Ular qaysi jihatlarda farq qilishni ham masalan ko'rib chiqsak bo'ladi. Xonalar kichkina, sig'imi kichik bo'lsa, bitta sanuzil opshi detskilarga joylashtirsa bo'ladi. Imkon bo'lsa qizlarga alohida sanuzil, o'g'illarga alohida sanuzil qilganlaringiz aslida afzalroq bo'ladi. Xo'p, mansarda uchun ham masalan ko'radigan bo'lsak, qanaqa xonalar u yerda joylashadi? Masalan, kinoteatrni joylashtirsa bo'ladi, игровой komnatalar, garderob xonalarini masalan. Xo'p, mana shunga o'xshagan xonalarni mansarda joylashtirsa bo'ladi. Podval xonalarimizda xo'p, qozonxona, kotelli xona masalan, ombor xonalar, skladlar, garderob xona masalan, muzdek bonkalar turadigan zonalar masalan. Xo'p, sport zal, kinoteatrlarni joylashtirsa bo'ladi. Xo'p, shunga o'xshagan mijozning talabiga mos qilib, iloji bo'lsa hamma xonani tegini podval qilganlaringiz yaxshi. Ba'zilar bir qismini podval, bir qismini podval qilmaydi. Lekin podval qilmagan zonada fundamentlar ikki xil bo'lgani uchun ertaga cho'kishlar, yorilishlar, holatlar duch keladi.
ertaga podval bo'ladigan bo'lsa, ikki qo'shningiz ham ertaga kotlovan qazisa ham sizni yeringiz cho'kmaydi. Mana shu jihatlarda ham yeringizni mustahkamligi ham, zilzilada ham va ertaga kerakli foydali koeffitsiyentlardan foydalanish uchun podvalning muhim joylari ham foydali bo'ladi. Xo'p, 4-qadamni ko'rib chiqamiz. Bu stil, ya'ni mijoz bilan biz funksionalni xonalarni ko'rib chiqdik. Taxminiy uning budjetidan kelib chiqib, qanaqa konstruksiyada uning binosini bitishini tasavvur qildik. Undan keyin bizning keyingi qadamimiz stil. Qaysi stilda biz u bilan loyihalashtiramiz. Xo'p, stillarni sanab o'tamiz qisqacha qilib. Stillar 100 dan oshiq stillar bor. Eng asosiylarda masalan hozirgi zamonaviy ishlab kelayotgan neoklassika, minimalizm, high-tech uslubi, klassika, barokko, milliy uslub va boshqa shunga o'xshagan stillarni biz mijozlarimizga taklifini beramiz. Og'zaki emas, mijozlar ba'zisi u narsani nima ekan deydi, high-tech stili, nima ekan deydi, minimalizm, modern stili nima deydi. U uchun bizda kamida 3-4 ta high-tech stilda masalan anaqa variantlar, klassikada bunaqa variantlar, mana shuni ko'rsatib agar ularga o'z tajribamizdagi takliflarimizni beradigan bo'lsak, shundan keyin mijozga ham ancha tasavvur bo'ladi va atrofidagi qo'shnilar qaysi stilda qilganiga ham bog'liq sizning qanaqa stil tanlashingiz deb ularga taklif berganimiz ham aslida yaxshi. Stil tanlaganimizdan keyin mijoz bilan oldindan uni kutadigan, ya'ni mijozni kutadigan narsalar bor. Ya'ni loyihani ertaga biz tayyorlab berganimizdan keyin 5-etap bu hujjatlashtirish, qurilishga ruxsatnoma olib berish. Unga nimalar kiradi va mijoz tomonidan nimalar olinadi va biz nimalar qilib bera olamiz, shular bo'yicha u bilan gaplashamiz. 5-qadam. Qurilishga ruxsatnoma olish. Qurilishga ruxsatnoma olish mijoz tarafidan quyidagi hujjatlar talab qilinadi. Birinchisi pasport nusxasi, ikkinchisi toposyomka, ya'ni o'sha muhitni toposyomkasi. Xo'p, keyingisi kadastr nusxa, qurilish joyidan lokatsiya, bizga kerakli narsalardan biri va qo'shnilar rozilik xati. 3 ta qo'shni bormi, uglovoy bo'lsa 2 ta qo'shni bormi, yer katta bo'lsa 5 ta qo'shni bo'ladimi? Barchasidan siz bilan tutash zonalarda o'sha qo'shnilardan ruxsatnoma olinadi. Ruxsatnoma olishdan oldin biz loyihamiz tayyor bo'ladi. Mana shu loyiha orqali siz ana shu qo'shnilar rozilik xatini biz pechat qilib berganimizdan keyin qo'shnilarga borib, mana shunaqa loyiha qilyapman, mana shu tomonda tushyapti, derazam siz tomonda emas, balandligi bunaqa degan ma'lumotda qo'shnilar imzo chekishdan oldin u yerda loyiha bilan tanishib chiqdim degan joyi bor. Mana shundan keyin qo'shnilaringiz rozilik xatini bergandan keyin biz dokumentatsiyani masalan yagona darcha orqali ruxsatnomalarni olib, mana shu etaplarda qurilishga ruxsatnomalarni olib beramiz. Va undan keyin quruvchilarni tashab, bemalol masalan qurilishlarni boshlab ketsangiz bo'ladi. Mana shu paytgacha mana shu joygacha 5 ta punktlarni mukammal darajada hozir qisqacha bo'lsa ham tushuntirib berdim. Ya'ni ular nima qadamlardan iborat va bu qadamlar mijozlarga juda ham qiziq. Ular kutmagan narsasini sizdan intiqlik bilan qiziqib eshitadigan bo'lsa, ularga yanada mukammalroq qilib biz aytgandan tashqari yana o'zini qadamlari bor. Ularni ham qo'shib mana shunday ularga foydali, ularni foydasini o'ylab ularga do'stona maslahat berganingiz ancha afzal bo'ladi. Har bir so'zingizda mijozning aqlida pitichkalar borilaveradi va foizlar oshgan sari sizga buyurtma berish jarayoni kuchayadi. Mana shu 5 ta qadamlarni sanab o'tdik va keyingi 5 qadamni sanashdan oldin bir narsani ta'kidlab aytmoqchimanki, bundan oldingi kursimizda, ya'ni arxitektura va dizayn saboqlari 01 kursimizda ham o'quvchilarimiz mana shu instrumentlardan to'g'ri foydalanib o'zining firmalarini ochishdi va kompaniyalarda qaysidir lavozimlarda ko'tarilishdi, savdo sifatini oshirishdi va ancha natijalarga mijoz bilan suhbatdagi qadamlarni ancha muvaffaqiyatli bajarishdi. 6-qadamga o'tamiz. Xo'p, 6-qadam bizda bu qo'shimcha shartlar. Agar qurilishimiz, ya'ni o'sha quriladigan uchastkamiz 500 metr kvadratdan oshiq chiqsa yoki qavatlar soni baland chiqsa yoki balandligi baland chiqsa yoki shunga o'xshagan qurilishda nejiloy joylarga aylanadigan yoki ko'p qavatli yoki shunga o'xshagan qadamlardagi buyurtmalar bo'ladigan bo'lsa, unda biz keyingi etapdagi hujjatlashtirish bo'yicha mijozlar bilan aytadigan narsalarimiz qadamlarni sanab o'tamiz. Ya'ni mijoz tomonidan beriladigan hujjatlar va biz tomonidan yana qilinadigan hujjatlar. Ya'ni APZ bo'yicha qilinadigan dokumentatsiyasida masalan toposyomkalar, geologiyalar, masalan SESdan,
Xo'p, ekologiyadan olinadigan hujjatlar bo'yicha ular bilan gaplashamiz. Masalan, pojarni bo'yicha, masalan, signalizatsiyalar, arxitekturni рабочий proyekt bo'yicha, masalan, konstruktivniy решениялар bo'yicha, masalan, ARKRlar bo'yicha, masalan, post PPRlar bo'yicha, masalan, gasingacha bo'ladigan, sovetgacha bo'ladigan, ekspertizagacha bo'ladigan qadamlarni mukammal darajada xo'p, mijozlarga tushuntirib beramiz. Va mana shu bosqichlarni mijozlarga tushuntirganimizdan keyin, ya'ni qilinadigan ishlarning ketma-ketligida va ularning albatta muddati bor. Ya'ni mijoz bilan shartnomamizda loyihaning boshlanish sanasi bor va loyihaning tugallanish sanasini belgilashimiz kerak bo'ladi. Va nimalar bizga bog'liq va nimalar mijozga bog'liq va nimalar uchinchi tomonga bog'liq. Ya'ni uchinchi tomon ruxsat beradigan tomon, ya'ni davlat tomonidan o'sha hujjatlarimizni mukammal darajada shahar norma qoidalariga, qurilish me'yorlari qoidasiga binoan to'g'ri loyihalashtirilgandan keyin uchinchi tomon bizga mana shu hujjatlarni berishiga sabab bo'ladigan vaqtlari ham bizga ba'zi holatlarimizda cho'zilishga sabab bo'ladigan yoki qisqaroq muddatda topshirishga sababchi bo'ladigan vaziyatlardan ham sabab bo'ladi. Xo'p, sanab o'tamiz. Tomonlar kelishuvida nimalar kiradi? Loyihani boshlash sanasi, kelishilgan narx, buyurtmachi va dizaynerlarning roziligi, ya'ni o'sha imzo qo'yib shu narsaga takliflar berishadi. Va keyingi etapda avansini qaysi etaplarda bo'lib olish haqida va qanchadan, necha foizdan bo'lib olish haqida qadamlarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni u bizda 7-qadam. Buyurtmachi tomonidan biz ular bilan shartnoma qilganimizda mijozga beradigan taklifimiz narx qanchalik arzon bo'lsa, deylik taxminan $5000 uchastka. Unda 2ga bo'lib olsangiz yaxshiroq. $2500 boshida, 2,5 oxirida. 50% bo'lib olsangiz bo'ladi. Lekin obyekt kattaroq bo'lsa, taxminan deylik bir $100,000 proyekt bo'ladigan bo'lsa, mijozga 50% avans bering deganingizda, mijoz salgina bu tomonlama, salgina nima deydi, o'zini strafovkasini oladi. Hali ish qilmasin, shuncha pulni olib ertaga menga muammo keltiradimi, keltirmaydimi degan xulosada shubhasi bor. Unda biz katta pulni kamida 5taga bo'lishga harakat qilamiz. 20% dan etap qilib, qaysidir etap kelgandan keyin yana 20%, yana 20% shunday qilib, ishni ham, protsessni ham, pulni ham bo'lib olganimizni mijozga qulayroq qilganimiz aslida foydaliroq bo'ladi. Ya'ni zakasni olishimizdagi mana shu joyiga ham bog'liq bo'lgan holatlar bor. Ba'zi holatlarda mijoz aytadi, arzonroq bering deydi. Maksimum sizni nima deydi? Kam miqdorda siz foyda ko'radigan holat bo'lsa, unda avansni ko'proq olishingizga sabab bo'ladigan qadamlarni qo'ysangiz bo'ladi. Srokni salgina cho'zishingiz mumkin va avansni ko'proq olishingiz mumkin. Hech qachon 100% avans olmang. Xo'p. Eng ko'pi bilan 80%, maksimum mayli borsa 90% gacha avans oling, 10% oxirida qoldiring. O'sha ishni topshirgandan keyin, upakovka qilib topshirganingizdan keyin oxirgi o'sha avansingizni olganingiz eng nima deydi? Mijoz tomonidan ham siz tomonidan xotirjamlik holati. Yana avans haqida gapiradigan bo'lsam, birinchi olingan avans har doim xavf avansi deydi. Ya'ni mijoz xohlagan paytida yerimni sotdim yoki yer to'g'ri kelmadi, yoki qo'shnilar rozilik xatini bermadi yoki shunga o'xshagan bahona qilib, masalan, shu paytgacha bizda ham masalan 50 ga yaqin shunaqa obyektlar hayotimiz davomida qaytarilgan holatlar bo'lgan. Ya'ni bu taxminan shu 6000 dan mijozimizdan taxminan 50 tasi taxminan shunaqa holatlar bo'lgan. Pul zarur bo'lgan, ish protsessini o'zida masalan krediti bo'lgan, shunga o'xshagan holatlarda отказ bo'lgan holatlar bo'lgan. Ya'ni boshqa arxitektorga borib buyurtma berishdan emas. Asosiy bo'lgan voqea mana shu fikri o'zgargan, qurilishni hali keyinchalik yoki keladigan pulini to'xtab qolishiga sababchi bo'lgan holatlar ham bo'ladi. O'sha uchun olingan birinchi avansni hech qachon ishlatmaymiz. U bizni qaysidir holatda qo'rquv pulimiz deb tursin. Biz bitirilgan mana shu 20% ishni qildikmi, 20% avansni oldikmi, undan keyin ishlatsak yaxshiroq bo'ladi. Va mana shunday qilib etap qilib oxirgi oladigan avansimiz bizning eng aslida shiralik pulimiz hisoblanadi. Xo'p, ya'ni nima deydi? Yoqimli pul hisoblanadi. Bu yerda ham ko'rayotgan bo'lsak, masalan, mijoz bilan 3 ga bo'lib oladigan shartnomalarda boshida 40%, o'rtasida 40%, oxirida 20%. Bu ham yomon emas. Yoki boshida 50%, o'rtada 30 va oxirida 20%. Bu ham masalan loyihaning katta kichikligiga va narxini katta kichikligiga ham bog'liq masalan. Xo'p, va mana shunga o'xshab masalan mijozlar bilan kelishilgan holatida mana shunaqa buyurtmalarni qilamiz. Ya'ni 7-punktimiz bizda mijozlarga pulini bo'lish evazida va dogovorimizda nimalar kirishi haqida aytiladigan etap. Xo'p, 8-punktimiz bizning eng asosiy punktlarimizdan biri va qilinayotgan etapimizdagi ishlarimizni mijozimiz kuzatib borishi. Nimalardan bizning etaplarimiz iborat? Ya'ni birinchi biz borib yerni o'rganib, tapasyomkalar qilib, qo'shnilarni o'rganib, xo'p, unga masalan obmerlar qilib,
unga konsultatsiya beradigan darajada qilinadigan ishimizda biz 10% shu narsani belgilaymiz. Ya'ni 10% qiladigan ishimizga mana shular kiradi. Hop, mijozga bu narsani oldindan ko'rsatib berishimiz kerak bo'ladi. Hop, planirovka, meblirovka, ya'ni mijozga yoqqan darajagacha meblirovkani, planirovkani to'g'riroq qilib, mukammalroq qilib pishiradigan darajada mijozga qilib berishimiz kerak. Bizni eng asosiy shiorimiz, mana shu Art Deco dizayn kompaniyamizni ham salgina bo'lsam reklamasi ketsin. Bizda eng asosiy narsa mijozning roziligi. Mijozga yoqqun qadar g'oyani pishirib tayyorlab, mijoz bo'ldi. Undan boshqa g'oya kerak emas, mana shu keldi degan holat bo'ldi, ya'ni planirovka jarayonida. Undan keyingi etapga o'tamiz. Va mana shu etap bizda 25% ishimizni o'z ichiga oladi. 35% ishimiz bo'layotgan jarayon bu bizda fasadimizni dizayni, ya'ni fasadimizni biz 2D da, ya'ni AutoCAD-da 2D ko'rinishda g'oyasini qo'lda bo'ladimi, AutoCAD-da bo'ladimi chizib tayyorlab, mijozga taqdim qilib, uni imzosini olib, ruxsatnomasini olganimizdan keyin biz uni 3D vizualizatsiyaga mutaxassislarimizga topshiramiz. Unda 3D vizualizatsiya qilingan renderlar jarayoni bizda 65% lik natijani ko'rsatadi. Ya'ni mijozga aytamiz 65% ish qilindi, yana 2-chi, 3-chi, 4-chi avanslaringizni bersangiz bo'ladi degan jarayon shu. Xo'p, keyingi etap bizda ishchi chizmalar, rabochiy chizmalar. Katlavandan boshlab, podushka bo'ladimi, fundament, g'ishtlar terish kladkalari, peremichkalar, razrezlari, plitalar montajlari, zinalar, barcha hujjatlar taxminan bitta uchastkada bo'lsa, chizmalarning o'zi 40 varoq chizma bo'ladi. Ya'ni biz beradigan. Undan tashqari 15 varoq, masalan bizda 3D ko'rinishdagi ko'rinishlar. Taxminan 60 varoqli chizmani mijoz olishi uchun biz mana shu etaplarni bosib o'tamiz. Va oxirgi etap bizda mana shu 5% etapimiz bu bizda upakovka, pechat qilib, albomlar qilib, sumkalarimizga maxsus sumkalarimizni solib, unga qo'shimchalar yana beradigan o'zimizning maxsus ilmiy, qurilish ilmiy dasturlarimizni ham ularga podarkalar qilib beradigan holatimiz mana shu oxirgi etap. Va mijoz bilan oxirgi mana shu albomlarni berganda pullarimizni nol qilganimizdan keyin ikkinchi etapda bizda hujjatlashtirish etapi, ya'ni qurilishga ruxsatnoma olish etapiga mijozlar bilan keyingi ishlarimizni davom ettiramiz. Va navbatdagi 9-qadamimiz bu tomonlar majburiyatlari. Ya'ni mijoz qaysi joylarda majburiyatga ega va biz qaysi tomonga, ya'ni arxitektor, dizaynerlar qanaqa majburiyatlarga egaligini mijoz bilan oldindan shartnoma qilib bir-bir ko'rib chiqadigan holatimiz shu. Xo'p, ko'rib chiqamiz kompaniya tomonidan nimalar majburiyatlarga ega. Konsultatsiya. Mukammal darajada mijozni eshitib, unga beradigan taklifingiz eng kuchli bo'ladigan taklif bo'lishi kerak. Yana bir narsani ta'kidlab o'taman. Bu biznes egalari uchun juda muhim narsa. Kundan kunga mijozlarni olish qiyinlashib boryapti. Kundan kunga. Konkurentlar, raqobatdoshlar kundan kunga zo'r takliflar bilan chiqyapti. Ming kuchli tajribangiz bo'lsin, kelayotgan mijozlar kim yaxshi taklif beradi? Iqtisodiy taklif bo'ladimi? Yoki beradigan taklifi sizdan kuchli bo'ladimi? Yoki qilinadigan ishingiz unikidan nisbatan pastroq bo'ladimi? Shu narsaga ham inobatga olishimiz kerak. Pulingiz nimaga oqlanyapti? Pulingizga yarasha qay darajada ishni beryapsiz? Almashuvlar teng almashuv bo'lyaptimi? Shu joylarda ham e'tiborli bo'lamiz. Sotuvda sotuvchingiz qay darajada sotyapti? Vijdonanmi yoki nomiga ishlayaptimi? Oyligimni olsam bo'ladimi degan xulosa bo'layotgan bo'lsa ham e'tiborli bo'lamiz. Har bir kelayotgan mijozni isrof qilish ham, uni vaqtini ham isrof qilish, o'zini ham vaqtini, ham rahbarini shuncha mijoz kelguncha bosgan qadamlarini isrof qilishiga sababchi bo'layotgan mana shu sotuv bo'limidagi eng asosiy kadrlar hisoblanadi. Sotuvgacha mijoz kelgunga qadar bilamiz qanchalik bizning SMM bo'limlarimiz mashaqqat qilib videolar olishadi, strategiyalar tuzishadi, uni montajlar qilishadi, uni targetga yoqishadi. Call center apparatdagi call centerdagi qizlar masalan aloqaga chiqib ularni chaqirishga undashadi. Undan keyin mana bu sotuvdagi bo'lim oxirgi qadamni qiladigan bo'lim. Bu agar mutaxassis bo'lmasa yoki nasreniyasi bo'lmasa yoki qanaqadir bir holatda olsang ol, olmasang ket degan xulosada agar fikr qiladigan bo'lsa, shuncha bosilgan 9 ta qadamni mana shu qadam ertaga sizni ziyonga keltiradigan qadam shu. O'sha joyga hamma punktlarda har bir soatdan bilsak, mexanizmlarda mana shu bir-birini aylantiradigan mexanizm bor. Oxirgi mexanizm mana shu savdoga olib boradigan, mijoz bilan ro'parama o'tiradigan suhbat hisoblanadi. O'zimizni eng tajribali xodimlar o'tirsin,
kerakli joyda ishimiz, kerakli joyda so'zimiz, kerakli joyda tajribamiz gapiradigan holatda mijozni har bir so'ziga nima haqida savol beradi, o'sha haqida javob beradigan so'zimizni donalisiga ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Mijozga yoqyapmizmi, yoqmayapmizmi, biz psixologik jihatdan ham biz analiz qilib boradigan e'tiborimizni berishimiz kerak bo'ladi. Mijoz qay darajada diqqati bizda. Mijozning diqqatini avvalambor o'zimizga, ishimizga, uning o'sha kelajakdagi to'plagan 10 yillik umridagi pulini mana shu uchastkaga qurish uchun qay darajada biz diqqatmiz, qanchalik e'tiborlimiz, shu narsa ham mijozning diqqatini biz tomonidan ham, bizni ham analiz qiladigan mijozlarimizni ham diqqatini bilishimiz kerak. U bizni qanchalik kuzatayotganligini ham. Xo'p, har doim qarsak ikki qo'ldan kuchli mijoz keldimi, sotuvchini iloji bo'lsa eng kuchlisiga yo'llanganimiz yaxshi. Kuchi yetmadimi, kerak bo'lsa keling rahbarimizga kiramiz deb birgalikda o'sha mijozni ushlab qoladigan xulosada fikrlaydigan bo'lish kerak. 9-punktimizni yana sanab o'tadigan bo'lsak, biz mijozlarimizga nima majburiyatlarimiz bor, ularni sanab o'tamiz. Ishni vaqtida qilishimiz, sifatli qilishimiz, isrof qilmasdan qilishimiz, g'oya bilan, kuchli fikrlar, tasavvurlar bilan, oxirgi nanotexnologiyalar, yangiliklar, yangi materiallar, yangi shakllanib kelayotgan stillarga tamoyildan foydalanib mana shu g'oyalarimizni qilishimiz bu mijozlar tomonidan bizni majburiyatlarimizning biri hisoblanadi. Ya'ni mijoz har doim o'zini mutaxassisga kelganini his qilib pulini berayotganda rozi bo'lib beradi. Ikkilandimi, demak siz uni qoniqtirmadingiz. O'sha uchun kuchli g'oyangizni kuchli mijozlarga ishlatadigan taktikamiz ham, qurolimiz ham mana shu bizning tajribamiz hisoblanadi. Tajribali insonlarni har doim sotuv bo'limiga qo'yinglar. Xo'p, mana shu qadamlarda mijozlar nimalarga mas'ul deganimizda, biz bergan g'oyani qisqa muddatda bizga javobini etishi, ish to'xtab qolmasligi uchun vaqtida avanslarni berishi, xo'p, har bir tasdiqdan keyin ertaga o'zgartirib bizni vaqtimizni olmasligi uchun alohida yana qo'shimcha shartnomalarimizni bo'lishi, har bir o'zgargan, har bir variant, har bir taklif nimalarga bog'liq bo'lib o'zgarayotganligi haqidagi qo'shimcha bo'layotgan ishlarni nima sabab bo'layotganligi ham diqqatga olishimiz kerak bo'ladigan narsalardan biri. Shunaqa klientlar bizga uchraganki, g'oyalar zo'r, plan zo'r, hammasi yo'qdi, fasadlarimizni biz klassikaga xohlaganday qildik, lekin oxirgi qilib plan yo'qdi, planni o'zgartirmaylik, fasadini high-tech qilib bering degan mijozlarimiz ham bo'ldi. Shunaqa holatda narx o'zgaradi, shu joyda to'xtatiladi qilingan ishlar va qo'shimcha ketadigan vaqtimizni, umrimizni, bizni qimmatli vaqtimizni, umrimizni mijozga tushuntirib beradigan darajada biz uni xafa qilmaydigan va xo'p bo'ladi degan so'zimiz qaysi holatda bo'lishi kerak o'zi aslida. Qachonki dogovorning ichida bo'lgan narsalarda, dogovordan tashqari chiqildimi, endi rul sizda. Siz xohlasangiz mijozga tushuntiradigan narsangizda o'zgarishlar, pul qo'shilishi, vaqt qo'shilishi shu joylarda endi sharoitdan kelib chiqqan holatda siz mijozlarga yanada bu narsani taklifingizni bersangiz bo'ladi. Xo'p, keyingi punktimiz bizda bu 10-punkt. Qurilishga ruxsatnoma olib berish. Ya'ni mijoz tomonidan olingan kadastr kopiyamiz, tapasyomkamiz, masalan, INN kopiyasi, qo'shnilar rozilik xati, shunga o'xshagan hamma hujjatlar yig'ilgandan keyin biz o'sha hujjatlarni game planlarimizni ishlab, hujjatlarimizni tayyorlab, pechatlarimizni qo'yib va yagona darshaga topshirib, o'sha 2 haftadan 1 oygacha bo'lgan muddatda ruxsatnomalarni olib mijozlarimizga taqdim qiladigan holatimizdagi jarayon hisoblanadi. Va ko'p arxitektorlarimizdan mijozlar xafa bo'ladigan qismi mana shu joylarda. Hujjatlarning cho'zilib ketishi, hujjatlarni qo'shimcha yana ba'zi dokumentlar paydo bo'lishidagi xulosalarda salgina masalan boshidagi munosabat va oxiridagi munosabat sal farqli bo'layotgan holatlar ham bor. Ayniqsa katta obyektlarda bu narsa duch kelinyapti. Qo'shimcha yana bu joydan geologiya olib bering deyishimizga to'g'ri keladigan joylar bo'lyapti masalan. Qo'shimcha masalan mana bu joyni nadzemni tapasyomka ham qiling tegdi, masalan gaz, svetlar, suvlar, kanalizatsiyalar o'tgan joylarda masalan qo'shimchalar bo'lishi mumkin masalan. Shunga o'xshagan holatlarda hujjatlardagi yangiliklar kiritishdagi narsalar, cho'zilishdagi narsalarda bizdan ba'zi holatlarda mijozlarimiz xafa bo'ladi. Uni strafovkasini biz olishimiz kerak. Ya'ni arxitektor bilan mijozning o'rtasida ikki tomonlama shartnoma bo'lsa, uchinchi tomonni bog'liqligi, ya'ni o'sha hujjatlarni bizga ruxsatnoma qilib olib beradigan tashkilotlar ba'zi holatlarda ularning ishni ko'pligi bilan ham bizning ishimiz cho'zilib qolgan holatlar bo'ladi masalan. Bu tomonlama mijozni to'g'ri bizni anglashi va tushunishi kerak bo'ladigan holat shu holatlarda. Shu paytgacha 300 ga yaqin arxitektor, dizayner mutaxassislarni kompaniyalarni rivojlantirishi uchun o'z bilimlarimdagi, tajribamdagi keslarimni bo'lishib kelmoqdaman. Bir yilda bir marta bo'lib o'tadigan arxitektura va dizayn saboqlari 02 kursimizning
qisqacha taqdimoti ham bo'lib o'tadi. Darslarimiz shanba va yakshanba kunlari soat 10:00 dan boshlanib, soat 20:00 gacha davom ettiriladi. Va darslarimiz mobaynida safarlarimiz ham bor. Ya'ni O'zbekiston ichida ikkita viloyatlarda, Samarqand va Buxoroda safarlarimiz ham bor. Va darsimizni oxirida ham yaxshi talabalarimiz bilan birgalikda biz chet el safarini ham tashkil qilyapmiz. Arxitektura va dizayn saboqlari 02 kursimiz uchun ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tib va pastdagi raqamlarga murojaat qilib ham ma'lumot ega bo'lishingiz mumkin.